shaharning sentrida Xitoyliklar magazinini ko'rib oldim. U reklamalari ham dahshat. O'zbekistonda Xitoy choychaqa Optim Market 10 ming. Lekin u yerdan faqat 10 ming degan joy ko'rinadi. Yo'lda bo'ydan mashinalarga dam boshlanadi degan yozuv kichkina ichkari pastga yozib qo'yilgan ekan. Hozir ichkariga polniy qilib kirib ko'ramiz. Nimalar bor do'stlar? Hamma yoqda ko'rsataman. Yerda bonuslari ham bor ekan. 100 mingga bitta salfetka bepul, 500 mingga ikkita, 1 millionlik qilsa 3 ta salfetka bepul. Endi ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganda bunaqa kolyaskalar, idish tovoqlar, bunaqa led lampa chiroqlar, bundan tashqari mana kuraylar, shpirgilar hammasi. Bu kichkina o'yinchoqlar, salfetkalar, haqda nima, konstavar mahsulotlari hammasidan bor. Mana idish tovoq, plastik idishlar. Sekin baqa yuravering, operator ko'rsatavering. Hamma yo'q bor mana Xitoyliklar magazini, shaharning sentrida tish cho'tkalardan tortib, aytdi, iladigan o'yinchoqlargacha, ruchkalargacha hammasi bor. Mana yoqda bijuteriyalar bor, mana zakolkalar ham bor ekan, hamma yo'q bor ekan. Mana yoqda ham idish tovoqlar, yoqda ham mana zakolkalar keling olib keling, bu ventilyatorchalar ham bor hammasi. Aytdi, kichkina bunaqa qilib yosh bolalarning idishlari ham bor ekan. Suv ichadigan idishlar. Bu yerda mana britvalar, cho'tkalar, ro'zg'or buyumlari hammasi mana kichkina cho'tkalar, katta cho'tkalar, aytdi o'yinchoqlar ham, vishilkalar ham bor ekan. Hammasi Xitoyliklar magazinida. Bu yerda ham o'yinchoqlar, bu yoqda ham o'yinchoq, naskilar, bo'yin yostiqchalari, aytdi polar tkani, aynan tkani, samakilaykalar, bu yerda popkalar, sumkalar, chinni idish tovoqlar, hammasi Xitoyliklar do'konida. Biz hozir Xitoyliklar o'zlari kelib mana shu yerda savdo qilishyapti, o'zbekchalarni bilishyapti. O'zbeklarimiz juda ham ko'p, hammalari savdo qilishyapti. Videoga like bosib, hammaga tarqatib qo'yib, Xitoyliklar magazini haqida fikringizni qoldirish esdan chiqmasin.